Men ustachilik bilan shug'ullanaman. Asosan avtomobillarga suv chiqazib beraman. Xonadonlarga onlayn savdo rivojlanib kelyapti. Shunga qiziqib, onlayn o'qidim uzun market bo'yicha. Shu boshlanishida ozgina tavakkal qildim. O'yladim, shu bo'ladimi, bo'lmaydimi, nima bo'ladi. Tavakkalchilik ozgina bormanda, o'shaning uchun qo'rqmasdan boshladim. Normal kasb, lekin rivojlanib kelyapti onlayn savdo. Ko'rganingiz ham ko'p savdo onlaynga o'tyapti. O'shani o'yladim. Savdo keyinchalik onlaynga ko'payishini hisoblab boshlasam keyinchalik yaxshi bo'ladi. Shuni boshladim. Ben ustachilik bilan shug'ullanganimda 5 milliondan 8 million, 10 million topardim atrofida. Keyin bundan tashqari ozgina qo'shimcha daromad bo'lsin degan maqsadda o'sha uzun biznes bilan shug'ullanishni boshladim. Bunda qo'shimcha vaqtim, bekor vaqtimda o'sha boraman, narsalarni, tovarlarni olib kelib, FBOga, uzun omborga topshirib qo'yaman. Keyin narsalar sotilishni boshlaydi, tovarlar. Yana bo'sh bo'lgan paytimda yana borib narsalarni olib kelib, uzun marketga joylab qo'yaman. Hozir o'sha 2-dekabrda savdoga chiqdim. O'shandan beri 142 million оборотga chiqdim. Hisoblab turib, agar bo'ladigan bo'lsa, shu o'xshaydigan bo'lsa, qo'rqmasdan tavakkal qilgan yaxshi. Savdoni boshlash uchun o'qish kerak oldin. Bu yerda endi hamma oson deb o'ylagan odamlar ham bor, lekin o'qigan yaxshi baribir. O'qiganda qiyinchiliklar bo'ladi. O'sha suvdan boshlayotganda elektronik narsa bo'lgani bilan, o'sha kompyuterga bog'liq bo'lgandan keyin qaysidir joyini tushunmasangiz, qiyinchilik boshlanadi baribir. Do'kon savdosi to'xtab qolishi mumkin. Shu paytda yordam kerak bo'ladi. Offline bozorda har kuni borishingiz kerak, keyin arendaga joy olishingiz kerak, arendani to'lashingiz kerak. Onlaynda savdo qilganingizda o'sha kompyuter olasiz, narsalarni sotib olasiz, omborga topshirasiz, savdongiz bo'laveradi. O'sha faqat o'qigan bo'lishingiz kerak, yo'nalishlarni tushunib olib, qaysi tarafga qarab ketyapti savdo, o'shalarni bilib olsangiz bo'ladi. Bu biznesda o'sha bilimga pul tikish kerak, o'qish kerak, yaxshi tushunib olish kerak, qanaqa yo'nalishda ketyapti savdo. Men shu ish boshlamoqchi bo'lganimda hisobga olaman hamma tarafini, keyin boshlab ko'raman. Boshlaganimda baribir qaysidir tarafda xatolar bo'ladi. Shu xatolarni to'g'rilashga harakat qilaman. To'g'rila olmasam tashlayman, to'xtataman-da. Agar bo'lsa yaxshi. Lekin harakat qilaman oxirigacha bo'lishiga. Riski asosan mana shu tavakkalchiligi bor odamlar qiladi. Tadbirkorligi tayyor bo'lganda, o'sha tadbirkorlik yo'nalishiga kirganda baribir risk bo'ladi. Boshlash uchun tavakkal qilish kerak bo'ladi. Qaysidir joyda xato qilishi mumkin, qaysi joyda qoqilishi mumkin. Shu paytda to'g'rilab turib, chiqib ketishga harakat qilish kerak bo'ladi. Risk kim qilishi mumkin? Riskni misol uchun oddiy ishchi ham qilishi mumkin. Har bir inson qilishi mumkin. O'sha risk qilgandan keyin yaxshi bo'lib ketishi mumkin yoki aksincha bo'lishi ham mumkin-da. Shu tavakkalchilik bo'ladi. 50 ga 50 bu yerda. Lekin harakat qilib oxirigacha borishga harakat qilish kerak. O'zim menga shu moliyaviy erkinlikka erishishimga yordam beryapti. Daromad bo'lyapti. Harakat qilyapman, endi ko'paytirishga, savdolarni oshirishga ustozlar ham yordam berib turishdi. Qiyinchiliklarni o'sha yengishga, hammasiga yordam berishyapti. Men kabi boshlamoqchi bo'lib, o'ylanib yurgan odamlar, shu kasblar, misol uchun sartarosh bo'ladimi yoki taksist bo'ladimi, buxgalter bo'ladimi, o'qituvchi bo'ladimi, uzun biznesni boshlasammikan, boshlamasammikan deb o'ylanib yurgan odamlar kelinglar, o'qinglar, boshlanglar, tavakkal qilinglar.